O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 4-fevraldagi 17-son farmoni bilan mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish, sanoat kooperatsiyasini yangi bosqichga olib chiqish, mahalliylashtirishni kengaytirish hamda davlat xaridlarida ochiqlik va raqobatni kuchaytirishga qaratilgan yangi tizim joriy etildi. Mazkur vazifalarni amalga oshirish maqsadida Sanoat kooperatsiyasi va davlat xaridlari agentligi tashkil etildi. Ortda qolgan qisqa davr mobaynida ushbu yo'nalishlarda muhim natijalarga erishildi. Mahalliylashtirish milliy sanoat rivojining asosiy omili. Joriy yilning 6 oyida mahalliylashtirish dasturi doirasida 1746 ta loyiha amalga oshirildi. Natijada 71 trillion so'mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarildi. 83 turdagi yangi mahsulot o'zlashtirildi hamda import o'rnini bosish samaradorligi 3.8 milliard dollarga yetdi. Bu esa korxonalar o'rtasidagi ishlab chiqarish aloqalarini mustahkamlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirokini kengaytirish va yangi qo'shilgan qiymat zanjirini shakllantirishga xizmat qildi. O'zlashtirish tavsiya etiladigan raqobatbardosh mahsulotlar. Prezident farmoniga muvofiq 2026-yil 1-iyuldan boshlab agentlik tomonidan o'zlashtirish tavsiya etiladigan raqobatbardosh mahsulotlar ro'yxatini bosqichma-bosqich shakllantirish va e'lon qilish boshlandi. Dastlabki bosqichda mahalliylashtirish uchun istiqbolli deb baholangan 50 turdagi raqobatbardosh mahsulot shakllantirildi. Elektrotexnika, avtomobilsozlik, qurilish materiallari, kimyo, energetika, farmatsevtika, oziq-ovqat, metallurgiya va boshqa sanoat tarmoqlari bo'yicha ushbu ro'yxat muntazam kengaytirib boriladi. Milliy sanoat zanjiri ishlab chiqaruvchi va buyurtmachini bog'lovchi yangi mexanizm. Mazkur ko'rgazmalar doirasida ishlab chiqaruvchilar va yirik buyurtmachilar o'rtasida 3.8 trillion so'mlik kelishuv va shartnomalarga erishildi. Shuningdek, 1500 dan ortiq davlat xaridi shartnomalari tuzildi. 76 ta kafolatli xarid kelishuvi imzolandi. Yirik investitsiya loyihalarida foydalanishi mumkin bo'lgan yuzlab yangi mahsulotlar tadbirkorlarga taqdim etildi. Milliy iqtisodiyotga qo'shilgan qiymat zanjirini kengaytirish yangi bosqich. Mahalliy mahsulot ishlab chiqarilgach, navbatdagi muhim vazifa uning yirik investitsiya loyihalarida keng qo'llanilishi va milliy iqtisodiyotga qo'shilgan qiymat zanjirini kengaytirishdan iborat. Bugungi kunda 53 milliard dollarlik investitsiya portfelida 21.1 milliard dollarlik milliy iqtisodiyotga qo'shilgan qiymat zanjiri shakllantirildi. Shuningdek, davlat investitsiya dasturi doirasida amalga oshirilayotgan 27.6 milliard dollarlik loyihalarda milliy iqtisodiyotga qo'shilgan qiymat ulushi 36% ni tashkil etdi. Mazkur tizim orqali investitsiya loyihalarida 9.9 milliard dollarlik qo'shimcha ichki qiymat yaratish imkoniyati aniqlandi. Yagona aloqa markazi tadbirkorlar bilan ishlashning yangi tizimi. Agentlik tomonidan davlat xaridlari sohasidagi elektron platformalar foydalanuvchilari uchun yagona aloqa markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur markaz orqali foydalanuvchilar davlat xaridlari bilan bog'liq masalalar yuzasidan maslahat olish, texnik yordamga ega bo'lish hamda murojaatlarni yagona nuqta orqali yuborish imkoniyatiga ega bo'ldi. Dastlab markaz newcooperation.uz platformasi foydalanuvchilariga xizmat ko'rsatishni boshladi. Bosqichma-bosqich ebirja.uz, xtxarid.uz, xarid.uzx.uz hamda shaffof xarid.uz platformalari ham ushbu tizimga integratsiya qilinmoqda. Tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar. Agentlik tomonidan respublikaning 208 ta tuman va shahrida ochiq muloqotlar tashkil etildi. Mazkur uchrashuvlarda 2700 nafardan ortiq tadbirkor ishtirok etib, ishlab chiqarish, mahalliylashtirish, davlat xaridlarida ishtirok etish, sanoat kooperatsiyasi va sertifikatlashtirishga oid masalalar muhokama qilindi. Ochiq muloqotlar davomida jami 447 ta muammo va taklif ko'tarildi. 155 tasi joyida hal etildi. 75 ta masala yuzasidan huquqiy va amaliy tushuntirishlar berildi. 214 ta masala bo'yicha esa tegishli chora-tadbirlar belgilandi va ularning ijrosi nazoratga olindi. Davlat xaridlari, ochiqlik va raqobatning yangi bosqichi. Hisobot davrida davlat xaridlarining umumiy hajmi 188.4 trillion so'mni tashkil etdi. Raqobatni kuchaytirish va xarid jarayonlarini takomillashtirish hisobiga 7.8 trillion so'm budjet mablag'lari iqtisod qilindi. Bugungi kunda davlat xaridlari 5 ta elektron platforma orqali amalga oshirilmoqda. Shuningdek, elektron kooperatsiya platformasida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida zaklad va komissiya to'lovlari uchun 100 million so'mgacha foizsiz kredit mahsuloti ishga tushirildi. Hisobot davrida ushbu mexanizm orqali 5.9 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Shuningdek, standart oferta mexanizmi joriy etilib, ofertalarning 70% ushbu tizim orqali joylashtirilmoqda. Natijada davlat xaridlari tizimida tadbirkorlar uchun yanada qulay, shaffof va raqobatbardosh muhit yaratildi. Xalqaro hamkorlik va institutsional rivojlanish. Hisobot davrida Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, UNDP, GIZ, EY
McKinsey hamda boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan istiqbolli hamkorlik yo'nalishlari belgilandi. Xususan, davlat xaridlari tizimini professionallashtirish, milliy sertifikatlash tizimini joriy etish, yashil davlat xaridlarini rivojlantirish, mahalliy ishlab chiqaruvchilar salohiyatini oshirish hamda xalqaro standartlarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha qo'shma loyihalar boshlandi. 6 oy. Yangi tizim uchun qisqa muddat, ammo shu davrning o'zidayoq sanoat kooperatsiyasi mahalliylashtirish, milliy iqtisodiyotga qo'shilgan qiymat zanjirini kengaytirish, davlat xaridlarida ochiqlik va raqobatni kuchaytirish bo'yicha mustahkam poydevor yaratildi. Endilikda ushbu islohotlarni izchil davom ettirish va ularning amaliy samaradorligini yanada oshirish agentlikning ustuvor vazifasi bo'lib qoladi.